Mana bu gulni bir go'zalligini qaranglar, bir o'ta bir chiroyli holatda, hidlari ham o'ta bir mo'tadil holatda. Akalar, bizda bunaqa atirgullardan xudo xolasa serovgarchilik. Pushtisi deysizmi, mana bunaqa gulligi deysizmi? Xohlasangiz oqlardan ham mavjud, maloshni oq. Ana o'zimizda dehqonchiliklarimiz xudo xolasa. Pushti oq, och pushti, mana o'ncha sifat och pushti gullarimiz ana o'nchaga tayyor holatda. Xolasalar mana qizil atirgullarimiz o'sha o'nchaga tayyor bo'lish holatda mana. Bunaqa sortlarimizdan bizda serovgarchilik. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, mana turli xil sortlardan mavjud. Oq, pushti, qizil, sariq. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Mana bu mana o'zlaring bir baho berasizlar mana gullarimizga. Bundan tashqari bu tomonimizda mevali ko'chatlarimiz ham mavjud. Olma, gilos, o'rik, shaftoli, behi. Hamma ko'chatimizda hamma sortidan mavjud. Misol olmani Kretson deysizmi, Pink Lady, o'sha mashhur Pink Lady sorti deysizmi, Boyka deysizmi, hammasidan mavjud. Bu tomonimizda mana nokilarimiz. Opalarimiz mana kam bo'lishmasin, mana shakl berishni boshlashgan mana. Noklarimizga o'sha shox qo'yishni boshladi. Mana bu nok ko'chatlarimiz. Xudo xolasa belgi sezonga 2027-yilda sezoniga tayyor bo'ladi. Tomonimizda mana giloslarimiz. Giloslarimizga endi mana xudo xolasa shakl beramiz. O'sha mana 11-maydagi holatlar mana giloslarimiz. Tanalari. Bu tomonimizda o'rik, shaftoli, bodam, shunga o'xshash ko'chatlarimiz ham mavjud, mevali.